Vabo balosi tugamaguncha kirmaganingiz ma'qul. Qaytib ketamiz. Allohning taqdiridan qochib ketasizmi? Sendan bu gapni kutmagan edim, Abu Ubayda. Ha, Allohning taqdiridan Allohning taqdiriga qochamiz. Bir odam ikkiga bo'lingan vodiyga kelsa, bir tomoni serhosil, boshqasi quruq bo'lsa, serhosil tomonda chorvasini boqsa ham Allohning taqdiri. Quruq yeriga borsa ham Allohning taqdiri. To'g'ri aytdingiz. Bu haqda menda ilm bor. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning biror yerda vaboning borligi haqida eshitsangiz, u tomonga bormang. Siz turgan yerda vabo tarqalsa, u yerdan qochib chiqmang deganlarni eshitganman. Alhamdulillah. Shubhalarni